Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Bugun O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Saida Rametova 2 yaqinidan ajraganini aytib o'tdi. Sentyabrdan o'zbekistonliklar uchun chegaralar ochilmoqda. 300 ga yaqin o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun jo'nab ketdi. Bugundan yer usti metro liniyasidagi Do'stlik 2 qo'yliq yo'nalishi ishga tushdi. Bosh prokuratura so'xlik blogerning qayerdaligini ochiqladi. Endi esa batafsil. Mana hurmatli tashkilot rahbarlari, Quva tuman hokimining ahvoli shu. 2 kundan beri qatnayapmiz. Onam bechorani olib ketib, mazasi qochib qoldi. Kelamiz, ketamiz, mana shu ahvol. Bo'layotgan ishlar ko'ryapsizlar o'zlaring baho berasizlar. Nomi bor, puli bor odamlar bemalol mana ketishyapti. Kiryapti, chiqyapti. Bizga o'xshagan kambag'allar mana shu yerda kutib kechgacha. Qonni och, obto'da, yomg'irda qolib ketyapti. Bahonalari yig'ilish deyishyapti bo'ldi. Hokim qiyin. O'zlaring baho berasiz. 300 ga yaqin o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun jo'nab ketdi. O'zbekistonlik 287 nafar fuqaro Rossiyaning Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlash uchun charter reys orqali uchib ketdi. Vatandoshlar 14 kunlik karantindan so'ng belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda qurilish obyektlarida ish boshlaydi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar qildi. Ta'kidlanishicha, ularning transport, ovqatlanish, patent va yashash xarajatlari, agarda ishchida kasallik aniqlansa, uning davolanishi ish beruvchi kompaniyalar tomonidan ta'minlanishi, shuningdek, oylik ish haqi o'rtacha 40 ming-60 ming rublni tashkil etishi belgilangan. Eslatib o'tamiz, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Rossiya Federatsiyasi ish beruvchilari o'rtasida pandemiya davrida O'zbekiston fuqarolarini ish bilan ta'minlash maqsadida muzokaralar o'tkazilib, Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodi qurilishida 4000 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari tashkil etilgan. Ularga O'zbekiston fuqarolarini ishga jalb qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ayni paytda ishlash istagidagi fuqarolar zavod qurilishi uchun bosqichma-bosqich jo'natilmoqda. Bu zavod qurilishida ishlash uchun 31-iyulda 144 nafar, 12-avgustda 87 nafar fuqaro ham tashkillashtirilgan holda yuborilgan edi. Bugundan yer usti metro liniyasidagi Do'stlik 2 qo'yliq yo'nalishi ishga tushdi. Toshkent metropoliteni yangi yerusti halqa yo'lining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha harakat 30-avgust soat 6:00 dan yo'lga qo'yildi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Do'stlik bekatidan Do'stlik 2 bekatigacha o'tish bepul. 29-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerga tashrif buyurib, jamoatchilik bilan birga poyezdda harakat qildi. Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan mazkur yo'nalish uzunligi 11 kilometr bo'lib, 7 ta bekat barpo etilgan. Ushbu yo'nalishda poyezdlarning o'rtacha yurish tezligi soatiga 60 kilometrni tashkil etadi.
Birinchi bekatdan oxirgisigacha 19 daqiqada yetib olish mumkin. Bu masofada har biri 4 ta vagondan iborat 4 ta poyezd qatnaydi. Ushbu yo'nalish kuniga 46 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga egadir. Harakatlanish oraliq vaqti 4 daqiqani tashkil etadi. Sentyabrdan o'zbekistonliklar Qirg'izistonga kirishi mumkin bo'ladi. Joriy yilning 1-sentyabridan boshlab O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston Respublikasiga turli cheklovlarsiz kirishi mumkin bo'ladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston COVID-19 bilan bog'liq sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritiladi. Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatning o'zgarishi to'g'risidagi axborot xatiga muvofiq 2020-yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi COVID infeksiyasining pasayishi va epidemiologik vaziyatning barqarorlashuvi kuzatilgan xorijiy mamlakatlar ro'yxatiga 32-o'rinda kiritiladi, deyiladi qo'shni mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Saida Rametova 2 yaqini COVID-dan vafot etgani haqida gapirib berdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova Daryo internet nashri uchun eksklyuziv intervyu berdi. Aktrisa Saida Rametova suhbat davomida ko'krak saratoniga chalingani haqida o'g'li eshitib shokka tushib qolgani, opasi va qaynisinglisi COVID-dan vafot etgani haqida gapirib berdi. Bolamga kasal bo'lganimni aytganimdan so'ng bolam shoshib-pishib shokka tushib qoldi. Nimagadir aytkim keldi. Xuddi ularni boshqa ko'ra olmaydiganday, hattoki operatsiyaga ham yeta olmaydigan, hech kimga hech qanday gapimni ayta olmaydigandek tuyuldi. Opam rahmatli bir hafta ichida hech kimga hech narsa ayta olmasdan COVID-dan vafot etdi. Keyin qayinsinglim ham shu kasaldan vafot etdi. Jumadulla akam ham juda og'ir kasal bo'ldilar. Hammasini ichimga oldim, yig'ladim, qo'limdan hech nima kelmadi, kuyindim. Turkiyadagi shifokorlar depressiyaga tushib qolganimni, ko'p siqilganimni aytishdi. O'sha uchun barcha gaplarimni bolamga, yaqinlarimga aytib qolay deb kasal bo'lganimni ham ularga aytgan edim. Saida Rametova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bosh prokuratura so'xlik blogerning qayerdaligini ochiqladi. Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan joriy yilning may oyida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar va boshqa holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari olib borayotgani haqida xabar bergan edik. Tergov davomida 6 nafar shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 va 244-moddalari bilan ayb e'lon qilinib, ularga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa so'xlik bloger Haydarjon Bobohaydarov yo'qolib qolgani haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura mazkur ish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berdi va bloger ushlanganini ma'lum qildi. Fuqaro Haydarjon Bobohaydarov jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, Jinoyat kodeksining 266-moddasi tartibida ushlangan. Tergov davomida Haydarjon Bobohaydarovga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntirilgan va himoya huquqi ta'minlangan. Qayd etilishicha, ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Farg'ona viloyatida yer silkinishi qayd etildi. Bugun 30-avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 8:41 da Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. Zilzila koordinatalari 39,56 gradus shimoliy kenglik, 71,73 gradus sharqiy uzunlik, magnituda M3,7, chuqurlik 10 km. Zilzila episentridan Toshkentgacha masofa 285 km janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha. Zilzila O'zbekiston hududida. Farg'ona 92 km 2 ball.